Xafachilik yo'qmi? Yo'q. Hech kim xafa emasmi? Yo'q. Aniqmi? Begoyim senchi? Begoyim. Begoyim gapir. Xafa emasmisan? O'zi birinchi o'rinda olishing kerak-da. Nimaga? Necha pul yutuq? 50 ming. Oling. Tabriklab qo'yamiz. Ko'rsatib qo'ying. Tabriklaymiz. Pul yutuq 30 ming. Oling. Xo'p, birinchi o'rinda kichkina gruppadan kim oldi? Isming? Necha pul? 20 ming. Oling. Ko'rsatib qo'ying pulni. Xo'p, ikkinchi o'rinda kichkina gruppadan necha pul? 15 ming. 15 ming. Oling. Xo'p, uchinchi o'rin. Necha pul? 15 ming. Ismingiz nima edi? Farruh. Farruh. Siz ismingiz? Siz? Zafar. Zafar. Farruh. Necha pul edi uchinchi o'rin? 15 ming. Olamiz. Xo'p, ikkinchi gruppadan birinchi o'rinda. Men. Ikkinchi gruppadan. Ismingiz nima? Aziza. Necha pul yutuq? 30 ming. Oling. Xo'p, ikkinchi gruppa. Tabriklab qo'yamiz Arzaxon. Ikkinchi gruppa, ikkinchi o'rin. Ismingiz? Abbos. Necha pul? 25. 25 ming. Oling. Ko'rsatib qo'ying. Tabriklaymiz. Uchinchi o'rinda. Ismingiz? Shamshir. Necha pul? 15 ming. Olamiz. Tabriklab qo'yamiz. Endi kattaroq gruppa, uchinchi gruppamizdan birinchi o'rinda. Men. Ismingiz? Zebo. Necha pul yutuq? 50 ming. 50 ming. Oling. Tabriklab qo'yamiz. Xo'p, ikkinchi o'rinda. Ismingiz? Qo'shimcha. Necha pul yutuq? 30 ming. Oling. Tabriklaymiz. Uchinchi o'rinda. Ismingiz? Mahliyo. Necha pul? 20 ming. Hop. Birinchi guruh, ikkinchi guruh, uchinchi guruhdan birinchi o'rinda olgan o'quvchilar o'rtaga chiqsin. Hop. Mana shu o'quvchilarimizning ota-onasiga kattakon rahmat. Chunki har doim men bilan hamkorlikda ishlaydi. Hop, ota-onalar o'qituvchi bilan hamkorlikda ishlasa, har doim yuzi yorug' bo'lib, farzandlari birinchi o'rinda olib yuradi. Tabriklab qo'yamiz bolalar. Hop. Tengdoshlaringizga nima maslahat berasiz? Yaxshi o'qishini, oldinga intilishni maslahat beraman. Kuniga necha soat dars qilsin? 5 soat.